Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga ya'ni 27 metrga 20 o'lchamdagi uy chizmasini ko'rsataman. Ya'ni bu uy chizmasi ikkita yosh oilaga mo'ljallangan. Bir akamiz iltimosiga binoan chizilgan. Ya'ni 6 sotiq dedi. Endi 6 sotiqqa o'xshamayapti. 20 ga 27. To'rdan ozgina kattaroqqa o'xshadi. Xullas do'stlar, shunday o'lchamdagi uyga, ya'ni ikkita kelin-kuyov tushiramiz dedi. Shunga ham xoslab, iloji bo'lsa ikkita uy qilishdi. Ikkita kelin-kuyovga moslab uy tushirib berishimni so'radi. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Boshladik xudo olsa. 27 ga 20 o'lchamdagi, ya'ni bo'yi 27, enida ko'cha tomoni 20. Ya'ni kirganimizda bismillah deb darvozaxonamiz o'lchami 4 metr 40 santimetr o'lchamdagi darvozaxonamiz. Ya'ni kirganimizda chap tomonda mehmonxona alohida, ya'ni alohida kirdi chiqdi. Bu yoqda xona orqali boshqa orqali kirilmaydi, alohida mehmonxona. Mehmonxonadan o'tkazdan keyin, ya'ni mehmonxona yonida bunday xol qilingan. Kimdir devor ko'tarsa bo'ladi yoki devor ko'tarmay shunday fundament qo'yib, mana yerga zina qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni kirganingizda xol uzun. Xoldan kirganingizda birinchi xonamiz dushovoy xona, ya'ni hammom. Ya'ni men bu yerni qilganligim sababli kir moshina, stiralniy moshina, ya'ni kiyim yuvadigan xona qilsangiz ham bo'ladi yoki hammom qo'ysangiz ham bo'ladi, hojatxonasi bilan mo'ljallangan. Undan keyingi xona, ya'ni yotoqxona. Yotoqxonamiz kattalar uchun yotoqxona. Yotoqxona ichkaridan dush qildim, ya'ni yengil yuvingan dushovoy qildim. Dushovoy bu tomondan xonamiz, bu aytganda kir moshina yo boshqa sushilka qilsangiz ham bo'ladi. Biz u xonadan chiqqanimizda bitta xona yana xuddi shu xona o'lchamida bitta xona. Undan keyin chiqsangiz yana kichikroq bitta xona. U yerdan chiqib xolda oxirida yana bitta eshik qilganman. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, shu yerda qoldirsalar ham bo'ladi. Agar ma'qul bo'lmasa, bu yerdan eshik ochsalar ham bo'ladi. Ya'ni bu yerdan eshik qilganligim sababli bu yerga oshxonaga o'tgani. Bu yerda bo'sh joy, ya'ni o'choqxona qilsangiz ham bo'ladi yoki tashqi kattaroq hammom biron nima qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan chiqqaningizda bitta xona, kichikroq xona. Bu yerga xona ichidan xonaga o'tadigan yana bitta xona. O'rtada esa oshxona. Oshxonamiz ham shu. Bu yerdan xuddi bunga o'xshagan bitta kichikroq xona, bunga o'xshagan xona ichidan kiradigan bitta xona. Endi sizlarga o'lchamni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, ya'ni kirganimizda chap tomondagi xonalar hammasini o'lcham chizganman. Chap tomondagi xonalar bilan o'ng tomondagi xonalar o'lchami bir xil. O'zgarish yo'q. Ya'ni kirganimizda chap tomon kirganimizda mehmonxona 4,5 ga 7 o'lchamdagi mehmonxona, 4,5 metrga 7 metr o'lchamdagi mehmonxona. Mehmonxona alohida kirish joyi. Darvozaxonadan chiqqanimizda bu yoqqa lestnitsa tashaladi. Men esimdan chiqdi, lestnitsa tashlash. Bu yerdan chiqqanimizda, ya'ni yana bir uy mehmonxonamiz yonida bitta xona. Chunki bu yerda joy qoldirgan, kattaroq oyna qo'yasizlar, mehmonxonaga yorug'lik tushish uchun. Bu yerga ham oyna qo'yasizlar. Bu yoqqa kirganingizda hol. Endi kimga qanday o'lchab qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz bunday devor urib yopsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz shu bo'yicha fundament qo'yib qo'ysangiz, bitta zina qilib, bu yerda zina qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda yopsangiz, qishda har bir xonani ochib yopganingizda sovuq kirmaydi. Chunki eshiklarda yopiq bo'ladi bu yerdagi eshiklar. Holimiz o'lchami 13 metr 20 santimetr.
13 metr 20 santimetr, ya'ni men buni devorgacha o'lchadim. Mana devorgacha. Bu devorni hisoblamadim. Chunki bu devorni hisoblasam 40 qo'ysalaring bo'ladi, 1280 bo'ladi. Agar 20 qo'yib 30 qo'yib, 20 qo'yib yuqoriroq devor qilib bir xillar oyna, pol splashnoy oyna qo'ysangiz ham bo'ladi. O'lchami 13 metr 20 santimetr uzunligi. Eniga esa 1 metr qildim. Sizlar kattaroq qilsalaring ham bo'ladi. 1,5 metr, 2 metr qilsalaring bo'ladi xohlasang. Mana bu bilan to'g'ri qilsalaring ham bo'ladi mehmonxona bilan. Ya'ni xo'lga kirganimizda to'g'rida bitta xona bor. Kichikroq xona, dushovoy, ya'ni 2 metrga 230 o'lchamdagi. Bu yerga hammom qo'ysangiz bo'ladi yoki hojatxona, hammom bitta qilsangiz ham bo'ladi. Yoki kir moshina qo'yib sushilka qilsangiz ham bo'ladi, kirlar quritadigan joy. Bu xona orqasida esa dushovoy kabina, ya'ni 1,5 ga 1,5 dushovoy kabina. Bu yerda fundament qo'yilmaydi. Bu yerga shunchaki gipsokardondan devor ursangiz ham bo'ladi. Yoki yuqa qilib 30 dan fundament qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men 20 hisobladim buni. Chunki 4 metr 2 metr 30 ga 1,5 da qo'shsak, ya'ni 380 bo'ladi. 20 ni qo'shsak 4 metr kelib chiqadi. Biz bu xonadan chiqqanimizda, ya'ni spalnyami bu yerda ko'rsatgandim. Men kattalar yotoqxonasi deb yozib qo'yganman. Xuddi o'sha bu kattalar yotoqxonasi takroran qaytariladi. Ya'ni 3,5 ga 4 metr o'lchamdagi xona. Xona qilingan. Xonaning ichidan dushovoyga kirsa bo'ladi. Dushovoyga kiradigan xona. Ya'ni bu kattalar yotoqxonasi. Bu yerdan chiqqanimizda, bu yerga o'tganimizda, ya'ni bitta xona 3,5 ga 4 o'lchamli, xuddi bunga o'xshagan o'lchamidagi bitta xona. Bu yerdan chiqsak, bu yerga yana bitta xona qo'yilgan 3 metr 3 ga 4 o'lchamdagi xona. Do'stlar, eshigini qayerdan qo'yish, qayerdan o'zlaringga ma'qul bo'lsa, shu yerdan qo'yishlaring mumkin. Bemalol. Xullas, xo'lda oxiridan ham eshik qo'yganman. Chiqasiz. Bu yerda bo'sh joy. Ya biron nima qo'yishlaring mumkin. Naves tortib o'tirgan tapchani qo'ysalaring ham bo'ladi. Xullas, yerdan chiqqanimizda bo'sh joyimiz 3,30 ga 4 metr o'lchamdagi bo'sh joyimiz. Bu yerdan yurganimizda bu yerda eshik bor. Bu eshikdan kirganimizda, ya'ni 4 metrga 2,60 o'lchamdagi bitta xona bor. Xona 4 metr qilmay 3,5 qilsangiz ham bo'ladi. O'zingizga bog'liq xonani qisqartirish. 4 metrga 2,60 o'lchamdagi xona bor. O xonadan o'tib bu xonaga yana joy qilsangiz ham bo'ladi. Kattaroq xona, 4 metrga 4 o'lchamdagi xona. Ya'ni bu yoqqa tapchan qilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Xullas, bu yerda mana bu chiziqdan, fundamentdan hisoblaganda bu yerda hammasi nari tomonga ham ko'chgan, ikkala tomonga bir xil uy solingan, ya'ni. Ikkita xona joylashgan, bu yerda ko'rsatganimdek. Bu yerdan chiqsak, o'rtada, ya'ni ikkita xonaning o'rtasida oshxona joylashgan. Oshxonamiz o'lchami 4 metrga 4,40. Ikkita eshik qilib qo'ydim. Xohlasalaring bitta eshik qilsalaring ham bo'ladi. Oshxonamiz shu kattaroq qildim. Ya'ni ichida ovqatlansangiz ham bo'ladi, o'tirib, ichib, televizor ko'rib dam olsangiz ham bo'ladi. Yoki o'zgartirish kiritaman desangiz, 4,40 da, masalan, bu xonani 4,40 qilmay 5 qilib, bu yerdan qolgan xonaga bu oshxona qo'shib, bu yerdan ham oshxona qo'ysangiz, kattaroq oshxona bo'ladi. O'sha yerda bemalol o'tirib, yeb ichib, tayyorlab, televizor tomosha qilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu yerda chiqqanimizda xuddi shunaqa xona, ya'ni pastdagi xonadan, bu ham xuddi pastdagi xonadan. Ya'ni do'stlar, aytib o'tganman, qaytadan ta'kidlayman. Ya'ni bu xonalar, mana uylar, mana uy chizmalari bu tomonga ham solingan. Bir xil qilib solingan. Bu yerda o'rtada men yo'l qoldirganman, ya'ni oshxonaga. Xohlasangiz agortib qo'ysangiz ham bo'ladi, yo'l qoldirmay. Agortib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikki tomonida kichkinagina agorutcha qildim.
Xohlasangiz siz yo'lda olib tashlasangiz o'qib qo'yib kattaroq o'rtaqsangiz ham bo'ladi. Shunaqa do'stlar, ikkita oilaga mo'ljallangan 27 ga 20 o'lchamdagi uy chizmasi bu. Fundamentlar do'stlar, aylanasi hammasi 40 qo'yilgan. Hammasi 40 fundamentlarimiz, o'zgarish yo'q. Dushoy kabinani bo'lganimizda 20 qilib bo'lganman. Endi gipsokardonda bo'lsangiz ham bo'ladi, gipsokardon qilib kafel urib chiqsangiz ham bo'ladi. 20 qilib bo'lganman, qolganlari hammasi bir xil ekalasi, ya'ni ikkita oilaga mo'ljallangan, aka-ukaga mo'ljallangan hovlili uylar bular. Oshxona bitta qildim, uzoqroq bo'lib qoldi. Qayerga qilishni bilmadim. Agar bularga bitta oshxona qilsam, bularga ham to'g'ri keladi. Yoki bitta oshxona bu tomon qilib qolsam, bu tomonda oshxona yo'q bo'lib, bu tomonda plus bitta xona bo'lib qolishi mumkin. Oshxona hovlini o'rtasiga mana bu yerga chizay desam, hech qayerda yo'q bunday noqulaylik qandaydir. Biz oshxonani oxiriga olib kelib qo'ydim. Ya'ni bir tomondan minusi ham bor, mehmonlarga uzoqdan tosh qiyinroq. Siz shunda o'ylab ko'rasiz, o'z fantaziyangizga qarab biron bir xonani oshxona qilib olsangiz ham bo'ladi yoki o'rtaga joylashtirasizmi bir qandaydir. Imkoniyatingizga qarab to'g'rilayverasiz. Shunaqa do'stlar. Do'stlar, ishdan kelib sizlarga Telegram kanalida Odnoklassnikda javob berishga harakat qilyapman. Ayrim do'stlarimizning uy chizmalari chizilmay qolib ketayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman chizib berishga. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Chunki juda ko'p har xil uy chizmalari kelyapti. Uspet qilmayapman, ya'ni vaqt topishga harakat qilyapman imkon boricha. Qo'ldan kelgancha chizib, tayyorlab jo'natishga harakat qilaman sizlarga albatta. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Har bir videom saytida men bilan qanday bog'lanish uchun, ya'ni Telegram, Odnoklassnik hammasini ssilkalari qoldirilgan do'stlar. Agar biron bir savollaring bo'lsa, albatta kommentariyaga yozinglar. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Do'stlaringga tarqatinglar kanalimizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha